Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari bormisizlar do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun Andijonda Bo'zda 170 kvadratli xonadonda shunaqangi asfalt bo'lgan, yirik asfaltlar bo'lgan, eski bilasizlar-ku, xuddi o'shani yangilab beryapmiz. Xudo xolasa 170 kvadratli joy. Ayrim joyi cho'kkan, boshqa bo'lgan, uni tevasidan yangilab, xudo xolasa shunaqangi mayin, yaxshi asfaltimizdan olib kelib bosib beryapmiz. Hamda ishlarni qatgacha qilasizlar desalaring, vodiy bo'ylab qilyapmiz. Hamda Toshkent bo'ylab ham, shahar, oblast bo'ylari ham ishlayapmiz. Hamda bu tomonga Toshkentning nomerlarini yozib qo'yamiz, hamda bu tomonga Farg'ona asfaltida 4466 bilan nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bu vodiy bo'ylab. U tomonga Voha, Toshkentga bemalol telefon qilaverasizlar, ishlarini bitirib berishga harakat qilishadi. Hamda bizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar, hamda laykni unutmang. Xudo xolasa bugungi qilinayotgan ishlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Xo'p, ko'rayotgan joylaring 170 kvadratli joy, ko'rayotganlaringda asfaltgacha boradi, ko'chada solinayotgan garajlari bilan. Yirik asfalt bo'lgan, bilsalaring, eski asfaltlar bo'lardi 10 yil, 15 yil ag'ida. Yirik bo'lgan, katta shag'alli, o'shanaqangi asfalt tevasidan asfalt urib beryapmiz. Ayrim joylari ko'rayotganlaringdek cho'kib ketgan, to'g'ri kelmagan, bu tomon ham to'g'ri kelmadi. Apalipkaga o'xshatib bu tomonga qo'ydik. Chiroyli qilib urib kelinyapti, ko'rayotganingizdek. Mana. Metriga 1,5 santimetrdan uklon berdik. Hamda chiroyli chiqdi. Ko'rayotganingizdek, shunaqangi mayin, yaxshi asfaltimizdan bo'ladi. Hali ichida bunday shebeni yo'q. Internetga shebenlikda, hali shebensizdan olib keltirib kelgandan keyin bunday shebenli bo'lmaydi. Shunaqangi mayin 180 gradusda pishgan, original medpisoylari ham 2 martadan yuvilib, o'sha 180 gradusda pishgan original yaxshi asfalt. Ichida turkman bitim, har xil saqchilar yo'q buni. Ag'dan-bag'dan olmaymiz, kunlik olayotgan joyimizdan olib qilamiz. Nimaiki sifati buziladi, hamda klientlar bor, ko'pligi uchun ertaga aynisa, klientlarimiz ham aynib qolishi mumkin. O'shaning uchun yaxshi asfaltdan qilib beryapmiz. Xo'p. Vodiy bo'ylab ishlayapmiz. Narx-navolar hozirgi kunda 1 kvadrat tayyor bo'lishi 59 ming so'mdan boshlab 65 minggacha, oz bo'ladigan bo'lsa 1-2 ming so'm aqabaqa ko'tarilishi mumkin. Nimaiki ozligini hisobiga, yo'rkirani hisobiga o'shana bo'ladi. Ko'ring, do'stlar. Ko'rinishni ham ko'ring. Chiroylimi? Shunaqangi mayinidan bo'ladi. Xudo xolasa sizni ham uyingizni bundan ham mayinlashtirib qo'yib beraman, hoji aka, inshaalloh. Bola chaqalarga ham maza qilib yuradi. Ertaga haligi yalangoyoq o'ynayapsiz, oyog'iga patinka kiygizib qo'ymaysiz, boshqa qilmaysiz. Bemalol yosh katta odamlar uchun ham maza qilib yuriladi. Ko'pincha hozirgi kunda steyajga burchotkalar ustidan ko'p chiqyapti. Men sizga aytib o'taman, ko'pinchalik zerikda odamlar artib, shamponlab, buni halidaqa qilib o'shaning uchun shu asfaltni tanlayapti. Nimaiki odamlar zerikdi. Shunaqangi issiq bo'ladi. Yozgi kunida bitta suvni sachib, gilom solib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Maza qilib, oila davrasida, mana shu yerda nima deysiz? Shunaqa bo'ladi. Zasipga qilib berish mutlaqo bepul. Toshib olib kirib, zasipga qilib, dastlabkasi ichida bo'ladimi? Unaqa narsa yo'q. Agar siz yo'q, o'sha narsalarni ham olib bermay, Ro'shanbek, zasipkalaringizni ham o'zingiz olib keling desiz. Xo'p. 70 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Siz faqat pul sanaysiz, obetini ham qilib bermaysiz. 70 ming so'mdan 75 ming so'mgacha qilib beramiz. 1 kvadrat tayyor bo'lish asfalti. Umuman siz aralashmaysiz. O'zimiz joyini tayyorlab, o'zimiz narsalarni olib kelib, hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. 70 ming so'mdan 75 ming so'mgacha. O'zingiz medpisoyini, o'sha mizan, oxirida sachgani qumini olib beradigan bo'lsangiz, 59 ming so'mdan boshlab 65 ming so'mgacha. 60 mingligi qanaqa, 65 mingligi qanaqa deyotgan bo'lsangiz, do'stlar, oz ko'pligiga qarab chiqadi. 100 kvadratniki boshqa pul bo'ladi. Umuman 120 niki, 130 niki, 150, 180, 200, 250 har xil ketaveradi. Borgan sari narxi tushib boradi. Agar bizga yaqin bo'lsangiz, 59 ming so'mdan boshlab turib qilib beramiz. Nimaiki 59 mingga xonadonlar iloji boricha zasipkasi kam bo'ladi, do'stlar.
ishlovlari kam bo'ladi, o'shaning uchun arzonroq bitadi. Agar ishi ko'p bo'ladigan bo'lsa do'stlar, haligi tonnaga gaplashalik bir xilga ustalari bor. Tonnaga gaplashib olib turib, zasipkasini alohida qilish mumkin. Bizda hamma yo'g'i ichida o'sha 60 ming bilan 65 ming orasida bo'ladi. 1 tonna asfaltingiz Ravshanbek necha kvadratga yetadi desangiz, mayilligini hisobiga do'stlar, bizni 1 tonna asfaltimiz 13 ga yetadi. Lekin o'sha joydan olib ham mashinchalik chiqara olmaydigan ustalar bor. Nimagaki ishlov bilan ishlovda ham farqi bor, bolalar bilan bolalarda ham farqi bor. Hammasini o'ziga yarasha hunari bor. Hamma asfalt sohasidagi odamga baribir oson emas. Bitta qora narsani shundan bir taxtada shivabrada olib kelishdi o'zi ham bitta mohirona ustalikka kiradi ama. Lekin bu tomonni ham olib qo'yasizlar. Har bir ustaga qiyin, lekin har xil odam ishlaydi-da, har xil ishlovi bor. Kimdir bir tomonini zo'r qilsa, bir tomonini. Agar zasipkasini yaxshi qila olmasangiz do'stlar, yaxshi qila olmasangiz 10 santimetrlik bossangiz ham eplab bo'lmaydi, vanna berib yuboradi. Bu ashnaqa narsa. 2 santimetr bosib turib, joyini zo'r qilib fura kirgizib yuborsangiz ham zo'r turaveradi. Ko'rganingizdek, mana shunaqa yirik bo'lgan, atbatiga soldik nimaki past baland u bo'lgan, bir robotxonagacha olib chiqamiz. O'sha asfalt oldigacha ko'rayotganingizdek shunaqangi holatda bo'ladi. Agarda sizga ham shunaqangi sifatli, yaxshi asfaltimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz hamda ochritlar bormi Ravshanbek deganlarga albatta ochritlar bor, kelishilgan holatda olaveramiz. Vodiy bo'ylab hammasi xudo xolasa muhimi do'stlar, shuncha jog'im toliganiga bir donagina like hamda sinfdoshlar, qarindoshlar, qanaqa gruppalar bo'ladigan bo'lsa otib yuboring, nimaki kerak bo'lib qoladi. Bittaga steyashkadan, kimdir burchatkadan, kimdir bir nimadan zerikkan bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi yirik emas, mayin asfaltimizdan qilib beramiz vodiy bo'ylab do'stlar, hamda Toshkentnikini bu tomonga Toshkent nomer ham qo'yib qo'yaman. Voha Toshkent bu tomonga telefon qilaverasiz, faqat vodiy bo'ylab Farg'ona asfalt ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar.